bosing, ezing. Bo'lmadi. Kuchi yo'q ekan-sizlarda sindira olmadinglar. Lekin uncha-munchaga sinmas ekanda bu. Hurmatli mijozlar, kuzatuvchilar, mana ushbu ko'rayotgan kanalizatsiya quvurimizni ko'rdingiz, ya'ni qanchalik baquvvatligini, uncha-munchaga ezilmaydi, sinmaydi. Ya'ni bu 3.2 qalinlikdagi kanalizatsiya quvurlar. Buni hozir birgalikda sizlar bilan ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatamiz. Ish jarayonlari mana shu ko'rayotgan 6 xil mahsulotdan, ya'ni xomashyodan bularni aralashtirgan holatda mana bunga o'xshagan granular tayyorlanadi va buni mana pechkaga tushirish orqali ish jarayonlari boshlanadi. Granular mana bu pechkada erigandan keyin mana bu qolip orqali mana shakl beriladi. Mana ko'rayotganingiz yumshoq holatga kelyapti va bu chiqqandan keyin mana bu vannaga, ya'ni sovutish uchun vannaga jo'natiladi. Bunda ketma-ketlik bo'yicha sovib, keyingi jarayonga o'tadi. Bu ekran orqali ko'rishingiz mumkin. Barcha ish jarayonlari, ya'ni tezligi, o'lchami har bittasi nazorat ostida bo'ladi. Ketdik. Vannadan sovib chiqqandan keyin mahsulotga nom beriladi. Ya'ni bunda o'sha kompaniyaning nomi, ya'ni mana Hidroplast, Made in Uzbekistan, o'sha ishlab chiqarish soati, yili va o'lchamlari yozib boriladi. Ammo g'ildirakli lazer bo'lsa, o'sha belgilangan turbani o'sha jarayonda kesib turadi. Ya'ni 1 metr bo'ladimi, 3 metr, 6 metr qaysiga qo'yiladigan bo'lsa, o'sha holatda buyruq beradi va mana bu tortuvchi mashinasi mana tortib kelyapti. Bu tomonda o'sha belgilangan o'lchamlarni kesib turadigan pichog'i bor. Tayyor bo'lgan mahsulotni mana keyingi jarayonga olib o'tadi. Bu jarayonni esa ko'rayotgan bo'lsangiz, mana boshini, ya'ni ichkarida pechka orqali qizdiriladi. Pechkada bir xil qizish uchun doimiy ravishda aylantiriladi va qizib bo'lgandan keyin, ma'lum gradusga kelgandan keyin keyingi jarayonga o'tiladi. Birinchi pechkada qizib bo'lgandan keyin endi navbat bilan ikkinchi pechkaga qo'yiladi. Ya'ni sababi o'sha ketma-ketlik bilan qizdiriladi. Navbat bilan mana ketma-ket o'tib kelyapti. Bu tomonda endi oxirgi jarayon, ya'ni har bitta o'sha turba turga qizib bo'lgandan keyin, ya'ni bosh qismini, o'sha garlavinasini shakl berish jarayoniga keladi. Mana hozir bu qismi ko'rayotganingiz o'sha 180 gradusda qizigan bu. Ya'ni qizigan, yumshoq bo'lib turadi. Mana endi buni ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda mana maxsus qolibi bor. Mana shu qolib orqali mana shakl beriladi. Mana hozir ko'rganingizdek, bu jarayon o'sha, ya'ni shakl berildi. Bu o'sha 100 talik turba bo'lsa, 110 talik bo'lsa, 110 talik, 76 talik bo'lsa, 76 talik yoki 50 diametr bo'lsa, 50 diametrga mos mana qoliplar qo'yiladi. Shunga mos shaklda mana o'zgartiradi. Tekshiruvdan to'liq o'tgan quvurlarimiz endi keyingi jarayon, ya'ni o'rash, stress jarayoniga o'tadilar. Bu stress qilib o'rab qo'yiladi har bittasi. Bunaqa o'rashdan maqsad o'sha binoga borguncha, ya'ni mijozlarga yetib borguncha o'sha binoda ham top-toza saqlanish uchun mana shu holatda bo'ladi. Mana mahsulot endi binoga jo'natishga, ya'ni o'sha sotuvga jo'natishga tayyor. Hidroplast PVC kanalizatsiya quvurlari uyingizda uzoq yillar xizmat qilsin.